aytishadi-yu, nima deydi, men unga nimaga uylanganman, ishlarimni qilmasa, onamni xizmatini qilmasa deyshadi-ku. Unda u sizlarga nimaga erga tegan? Aytishi mumkin. Boqaman, ovqati bepul. Nima ota-onasini uyda uni hech kim boqmasmidi? Получается, ayol kishi erkak kishiga ko'proq narsa olib keladi. Anaqadan keyin, to'ydan keyin, hayotiga qulaylik etmoqchiman. Erkaklar qanaqa qulaylik olib kiryapti ayollarning hayotiga to'ydan keyin? Aytinglar, qanaqa qulayliklar sizlar beryapsizlar? Чтобы mamta karillab bir narsa deyishinglar uchun. Berayotgan 2 kosa ovqatinglarmi? Boqyapman. 90% даже ko'tiga tursiya olib bermaysizlar, o'zini puliga oladi. Yoki onasi qilib kelgan sarpasidagi haligi kosmetikasini haligacha ishlatadi. Birortanglar so'raysizlarmi, pomadang bormi, pudring qoldimi deb. Lekin sizlar xohlaysizlarki, ovqat yedingizmi deb sizdan so'rashini xohlaysizlar. Hozir hammani aytmayapman, aksariyat erkaklarni aytayapman-da, o'zim ko'rgan shunaqangi свидетель bo'lgan istoriyalarni sizlarga aytayapman. Juda ham katta talabda, o'zi bermaydigan talabni xotinim-ku deb talab qiladi. Bu ham erim-ku, sen долженsan meni boqishga. Sen долженsan menga pul berishga. Sen долженsan, bu даже senga rahmat ham aytishim kerak emas. Chunki sizlar ayolinglar bitta ovqat ko'tarib kelsa, yoninglarga rahmat qilib berganing uchun demaysizlar, deydiganlar bor, juda ham kam unaqalar. Aksariyat paytda должендek qabul qiladi. U ayolni uyda qilayotgan ishini, haligi erkakni ota-onasiga qilayotgan muomalasi, hurmati va hokazo. Zabotasini должендek воспринимать qiladi. Lekin ayol kishi erkak kishini должендek, sen долженsan meni boqishga desa, sirrazu soch tikka bo'lib, tili bir qarj bo'lib urishni boshlaydi. Должен bo'lsa, давайте ikkita taraf должен bo'lsin. И вообще, oilada что это значит должен degan mana bunaqa понятие, hurmat orqali qilaylik bir-birimizga. Ko'p erkaklarga nima o'zing orqangni o'zing yig'ishtirmading? Nimaga shu kosani olib bunda qo'yib qo'yishing, yuvib qo'yishing qiyinmi yoki bunda olib borib qo'y, yuvmayam, o'sha rakavinaga olib borib qo'y, хотя бы orqangdan desa, nimaga men uylandim deydi-da. То есть ularni nimasi tasavvur qilinglar, 21-asrda uylanish sababi bu yerda cho'rini olib kelish xayolida. Hech kimda duxovnost yo'q. Mana bunaqangi kattaroq. Misol uchun hozir meni erim soat kechasi 2 da uyg'otib, nimaga uylangansan mashhuraga desanglar, hech qachon xayoliga ham kelmaydi meni ovqatimni pishirishi uchun deb javob berishiga. U meni umr yo'ldoshim, meni hayotimni chiroyliroq qilyapti. Chiroyli qilishim bu erimga tursigini yuvib berishim u narsalar emas. Hatto men uchun u problema ham emas. Prosta erim so'ramaydilar ham menga hech qachon. Kirlarni o'zlari yuvadilar. Qo'y yuvma, o'zim yuvaman. Kichkinaligimdan o'rganganman. Menga shu qulay deydilar-da. O'zlari aytadilar. Ular uchun meni ovqat qilishim, mamta nimadir qilib berishim umuman kerak emas. Men bilan bo'lishlarini sababi, menga uylanishlarini sababini hech qachon bitta cho'rlik uchun uylandim demaydilar. Ovqat qilib berishim uchun, uyini tozalab berishim uchun, bir narsa uchun demaydilar. Yo'q, men bu ayolni sevaman. Shu ayolni yonida bo'lgim kelyapti. Shu ayol bilan uyg'ongim kelyapti har kuni. Mana shunaqa javob beradilar. Chunki shunaqa javob beradilar-da do'stlarga, sizlarga gaplarini aytolman. Ya'ni bu erkakning xayolida hech qachon nimaga uylandim, meni ishimni qilmasa deydigan narsa kelmaydi ham. Lekin erkaklar anular o'zini o'zi eplolmaydiganlar. Ko'p katta odamsizlar-yu, ko'p katta odamsizlar. Hech kim sizlarga nima deydi, slishkim uyi borib yer chop bir narsa demayapti-yu. Ba'zi narsalar bor-ku, ayniqsa bola tug'ilgandan keyin ayollar hayotida. Sizlar birinchi o'rinda bo'la olmaysizlar. Это невозможно. O'zinglarni pedestalga chiqazib, birinchi o'rinda bo'lishim kerak degan потребность sizlarda qayerda? Xudomisizlar sizlar? Sizlar kichkinagina bitta odamsizlar-yu. Nimaga sizlarga kimdir cho'qinish kerak? Nimaga sizlar ularning hayotida birinchi o'rin bo'lishinglar kerak, lekin xotininglar sizlarning hayotingizda 10-chi xotinini 10-o'ringa qo'yadi-da, lekin xotinining hayotida birinchi bo'lgisi keladi. Это невозможно. Это невозможно. Ayol tug'dimi, uni butun bu bizga даже ayolga taalluqli emas-da-yu. Genetikada u bolasiga shunday yopishadi, всё, onalik his tuyg'usi. Уже uni hayotida sizlar birinchi bo'la olmaysizlar xohlasanglar. Birinchi o'rinda o'zini ham o'ylamaydi даже, o'sha bolasida bo'ladi xayoli. Hech qachon sizlar o'sha birinchi o'rinda bo'la olmaysizlar bola tug'ilgandan keyin. Bola tug'ilgandan keyin o'sha oldingidagi patinkalargacha mana bunaqa yuvib qo'yishga odamning не то что желанияsi, kuchi qolmaydi. Lekin sizlarga bu onsoni og'zinglarni bir chetidan, nima u bolaga qarash. O'zingizlarga berib qo'ysa, 20 minutdan u yog'iga chidolmaysizlar. Chichib qo'yasizlar sirazu, ol bolangni qilib. Tasavvur qilinglar, buni 24/7 o'tiradi, kechasi ham uyg'onadi. Birorta otani ko'rmanmanki O'zbekistonda, balkim bordir, prosta men ko'rmaganman. Kechasi turib bolani pampersini almashtiradigan yoki bolasi bilan o'tirib chiqadigan onaga nisbatan xohlaylar, xohlamaylar, ona ko'proq bola bilan vaqt o'tkazadi. Mana shu gaplarimning oxiri do'stlar, misol uchun bizni
Любой narsani so'rashimiz mumkin partnyorimizdan. Menga vнимание yetishmayapti, menga mana bunaqa kerak, mana bunaqa kerak, unaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan deb iltimos qilishimiz mumkin. Buni yomon joyi yo'q. Даже o'sha erkak kelib turib, menga ovqat pishirib ber, meni kirni yuvib ber deyish, buni ham yomon joyi yo'q. Prosta odam o'zi qilmagan ishni birovdan talab qilsa, mana shu narsaga men ensalarim qotib ketadi. Cho'rtdek ko'radi-da xotinini, lekin xotinning ko'zida o'zi korol bo'lgisi keladi. Xotinini 10-o'ringa qo'yadi-da, lekin xotinining hayotida birinchi bo'lgisi keladi. Oxirgi marta seni kuning qanaqa bo'ldi? Seni kamchiliging bormi? Kosmetika olib beraymi deb so'ramagan odam xotini undan bir kunda 100 marta qalaysiz, yaxshimisiz, ovqat yedingizmi, kuningiz qanaqa o'tdi deyishini so'raydi. Shunaqa narsa meni asabimga tegadi. O'zingizlar bera olmagan narsani qanaqa qilib sizlarning tilinglar boradi birovdan talab qilishga? Qanaqa qilib? Agar o'zingizlar hamma yoqni qotirib qo'ygan bo'lsanglar, talab qilsanglar, u boshqa gap. Lekin aksariyat paytlarda ko'rib turibmiz-ku. Bu gapimga qo'shilasizlarmi, qo'shilmaysizlarmi, no это fakt. Pul topish bolaga qarashga qaraganda osonroq. Pul topish, pul ishlab kelish, oilani boqish bolaga qarashga qaraganda osonroq. Mana men hozir oxirgi paytlarda erimdan ko'p pul topaman, begona yurtda yurib. Begona yurtda вообще bittagina green kartachi, даже fuqarosi emasman bu davlatda. Даже fuqarosi emasman, onasini emsin. Ayol kishi xirotga jo'natib yuborsanglar ham eplab ketadi. Eplab ketadi chaqqon, ayniqsa o'zbek ayollar. Men hozir boshqa ayollar haqida gapirmayman, o'zim o'sgan vatanim haqida gapiraman. Men u ayollarni bilaman, o'zbek ayolini. O'tga tashlab yuborsanglar ham tirik chiqadi o'zbek ayoli. Hamma yoqda o'zini eplab ketadi. Hamma yoqda. O'shaning uchun pul topib kelaman. Pul topib kelish oson bolaga qarashga qaraganda. Agar 2 oyga bundoq rolini almashtirib qo'yganingizda qarab turardinglarki, xotininglar sizlardan ham ko'p pul topadi kerak bo'lsa. Kerak bo'lsa ayol kishi ko'proq pul topadi. Mana bitta manikyurshitsam bo'lardi, oldin borardim-da. Unaqangi ko'p klienti yo'q edi. Klienti bo'lsa ham bitta o'zi misol uchun bir kunda maksimum 4 ta 5 ta klient ola olardi-da, chunki 3 ta bolasi bor. Undan ko'p ishlay olmaydi, xolasa ham. O'shaning uchun o'sha klientlardan kelayotgan pul misol uchun hammasi bog'chasiga ketardi, bolalarning bog'chasiga. O'sha menga yetardi. Men даже o'zimga minus bo'lsa ham предпочитаю лучше работать, ishlashni tanlagan bo'lardim. O'sha ishlayotgan pulim bog'chaga ketsa ham, o'zimga bir tiyin qolmasa ham, zato o'sha bolalar bilan o'tirmayman. O'shalarga qaramayman, ishlayman. Ishlab, mana bu kimdir tirnog'ini kovlashga roziman, chunki 3 ta bola bilan uyda o'tirishga qaraganda degan edi menga. U amerikanka emas, agar hozir ularning mentaliteti boshqa deb karillasalar, o'zimizdan ayol. Men lutchi borib ishlayman-da, o'sha pulim hammasi bog'chaga ketsa ham, zato o'sha uyda o'tirmayman, turtushkaga o'xshab jinni bo'lib, men asabiy bo'lib deb. Qaranglar-da, qanaqangi nohaqlik. Agar sizlar hozir ko'chaga chiqib, nimaga uylanyapsan desanglar, uyimda bitta cho'ri kerak deb, qarochi, masalaga qo'pol qilib aytayapman. Ovqat pishirishi uchun, uyimni tozalab o'tirishi uchun, uyda bolalarni boqib o'tirishi uchun, ota-onamni rozi qilishi uchun. Kimdir buni bo'lmasdi, kimdir buni ota-onasini rozi qilish kerak. Hatto buni tug'ishgan. Bu должен ota-onasiga, uni xotini o'sha begona, nimayli. Lekin ko'chadan chiqib ayol kishi birortasi shunaqa desin, nimaga erga teyapsan desa, meni boqish kerak, meni kiyintirish kerak, meni davolatish kerak hamma kasallarimni, menga должен, menga pul berish kerak, taksi, balobatlar, pardoz, mardoz hamma narsamga pul berish kerak deb, o'shanisiga eriga teyapman deb ko'rsin, bular merkantilniy, bunga faqat pul kerak bo'lib qoladi. Unda sizlarga cho'ri kerakmi? Nima? Почему двойные стандарты? Nimaga bular shunaqa gap gapirsa, hech kim hech narsa bo'lmaganda do deb ketadi, lekin ayol kishi tagida menga mana shu narsa uchun kerak desa, сразу merkantilniy bo'lib qoladi. Что за двойные стандарты? Qizlar, men o'ylab topmayapman, menga o'zingizlar yozasizlar. Ayollar yozadi. Men qizlik paytimda erga tegmaganimda o'zimga ko'proq narsalar позволять qila olardim. O'zimning oyligim o'zimga bemalol yetardi. Menga ota-onam misol uchun mamnaqa narsalar olib berardi. Kimgadir mashinalar olib beradi, ota-onasi bizneslar ochib beradi. Ya'ni bu qizlarning hayoti erga tegmasdan oldin nabarot yaxshiroq bo'lgan. Erga tegib nima ko'rdim deyapti, nima berdi menga deyapti. Karilladi, kimdir ota-onasiga qarab o'tiraman, uyimga 10 kunda bir marta, 10 kunda ham bir marta emas, bir oyda bir marta bir xil vashi bormaydi. Hamma narsa mumkin emas, lekin shu bilan birga meni hamma narsamni, potrebnostlarimni yopib bera olmaydi, puli yetmaydi. Lekin puli yetmasa, men chidab o'tirishim kerak, men sabr qilishim kerak. Lekin men настроением bo'lmay qolib, mazam bo'lmay qolib, uyini yig'ishtirmasam, unda sabr bo'lmas ekan. Faqat men sabr qilishim kerak deb yozishadi-da ayollar. Mana o'zingizlarning gapinglar, bu noto'g'rimi qizlar? Bu noto'g'rimi? Где справедливость? Keyin men chiqib gapirsanglar, сразу yomonga chiqazib yorishadi-da.
O'g'il bola o'rtoqlarim sirasi yozar bilardim de. Valla sizlarga tegishli emas. Qo'ysanglarchi, bilasizlar-ku, sizlar haqingizda gapirmayman. Mani o'rtoqlarim, o'g'il bola o'rtoqlarim yomoni yo'q-da, hammasi yaxshi, xotiniga yaxshi muomala qiladigan, ano takoy sivilizovanный, kulturniy odamlar. Sizlarga tegishliimiz, o'zingizlarga o'g'risizlar. Bilasizlar, sizlar haqingizda gapirmayotganimni. Gap egasini topadi. Tegib ketdimi, demak sizlar ham shu narsani qilasizlar. Nima sizlarga tegib ketyapti? Balkim savol berasizlar. Balkim men bilmagan narsadir bo'layotgandir hayotingizda. Xotiningizga telefon qilaman. Chunki misol uchun ko'plar blogerlar mana men blogerman-ku. Blogerlar unaqa desa bu gaplar menga tegib ketmaydi-da. Chunki men o'zimga olmayman u narsa. U meni haqiqatim emas. U gaplar meni tasvirlamaydi. O'shaning uchun unaqa narsalar hech qachon menga tegib ketmagan-da. Lekin men gapirsam hamma yurtkilarga tegib ketadi. Har safar даже aytib ketsam ham aksariyati, ayrimlari desanglar ham hammasi o'ziga oladi. Demak nimadir noto'g'ri qilyapsizlar, sizlarga gap tegib ketayotgan bo'lsa.